Duoni qabul bo'lish shartlaridan yana biri duoni odoblariga rioya qilishdir. Duo til bilan uni ber, buni ber deyishmas. Bu talab deyiladi, so'rov. Baxt ber, saodat ber, insof ber, tavfiq ber degan gapni aytish bu talab, so'roq. Duo u emas. Duo undan buyuk narsadir. Duo bandani butun vujudi bilan o'zini Robbisiga xolisona yo'nalishidir. Shuni yaxshi bilish kerak. Og'izdagi quruq gapni o'zi duo bo'lmaydi. Og'zida gapiryapti-yu, xayoli bozorda tursa duo emas u. Butun vujudi bilan, qalbi bilan, qolibi bilan, hamma tarafi bilan Allohga iltijo qilish duodir. Hozir siz bilan bizga ana shu baxt Alloh taolo berib turibdi. Xatmi Qur'ondan keyin